Uyda uborka qilsam, erim bunaqa narsalarga e'tibor bermaydilar. Kiyimlarda o'chib qilsam ham e'tibor bermaydi. Ovqat pishirsamku 100 marta so'rab olaman, yoqdimi, yoqdimi deb. Bolalar bilan birga dars qilsam ham e'tibor bermaydi. Lekin telefonni qo'limga ushlashimda bilaman, "Muncha boshingni ko'tarmaysan shu telefondan" deb aytadilar. O'zimni o'tganini o'zim bilaman. Sizlarda ham shunaqami? 12 soat uyda ish qilib, yarim soatgina qani internetga bir kiray-chi desangiz, telefonni qo'lingizga ushlab, ko'zingizni hali yetkazib bormasingizdan sразу e'tibor berishlarini bilasizlarmi sizlar ham? Или bitta manda shunaqami? Fikringlarni обязательно kommentda qoldirib ketinglar. Qani haqiqat, oxiri nima ish qilsam hammasini videoga oladigan bo'ldim shekilli isbotlash uchun. Olov do'stiga moy sepganday bolalarim ham kelib, "Aya, boshingizni ko'tarmaysiz shu telefoningizdan" deb aytishadi. Lekin ish qilayotgan paytim hech kim ko'rinmaydi bolalardan ham. Birpasda dars qilgisi kelib qoladi, или kitob o'qigisi kelib qoladi. Ha, mayli, nima ham qilamiz endi. Zakazdan ishlab chiqib, qarasam qabriston yonimizdan chiqib qoldi. To'g'risi rosa ichim g'alati bo'lib ketdi. Peterda bahor keldi desam ham bo'laveradi. Gul magazinini kiraverishni bezatib tashlaganini qaranglar. Gul ogalarim kelib ketdi-ku. Mana bugun dugonam bilan maza qilib ishlab chiqib, ikkinchi zakazga qarab yo'l oldik. Do'stlar, yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.